Mana yana bitta shogirdimiz Xudo xolasa o'qishni bitirdi. Aka, o'qish sharoitlari sizga yoqdimi? Qancha o'qidingiz? 1 oy o'qidingiz. 1 oy ichida o'rgangan bilimlaringiz o'zingizni qoniqtirdimi yo'qmi? Yaxshi. Bo'ladi. Necha foizga o'rgandingiz? Samim glavniy ba'zi narsalar. Inshaalloh odam o'ziga bog'liq. Har doim aytaman, kelib bizda o'rganganingizda 15 yillik stajga ega svarshik qilib qo'ya olmaymiz, lekin baza beramiz va o'sha baza bilan bemalol borib bironta joyda ishlasangiz bo'ladi deymiz. Hozir bironta sex yo korxonaga borsangiz, hozirgi darobotkanlaringiz bilan endi eplab keta olasizmi? Inshaalloh. Xudo xolasa eplab keta olasiz. Bu kasbni nima uchun o'rgandingiz aka? Aynan hozir borib shu kasbda ishlamoqchimisiz yoki kelajakda shu kasbda o'zingizni ko'rdingizmi yo shunchaki Instagramda ko'rib qiziqib qolib keldingizmi? Qanaqa bo'ldi? Instagramda ko'rdim. Bu asosiy meni niyatim professional svarshik bo'lish. Shu uchun asosiy. Kelajakda Xudo xolasa shu kasbda o'zingiz ko'rasiz. Keladiganlarga nima maslahat berasiz aka? Ana hozir ko'rib ikkilanib yurganlarga. Eng muhimi Instagramda ko'rib kimningdir qistovi bilan, ba'zi bolalar ota-onasini qistovi bilan emas, o'zida xohish bo'lsin. O'zida xohish bo'lgan odam olib keta oladi. O'zi xohlab, istagi bilan kelsa, inshaalloh olib ketadi bu kasbni. Qiziqib, oxirigacha oladigan bo'lib kelinglar. Qayerdan keldingiz? Namangan. Namangan nomer 1 deb yozishi esdan chiqmasin. Namanganliklar juda ko'p keldi aka. Namangan hozir O'zbekistonda bir Xitoydagi gapda ishlab chiqarish eng kattasi Namanganda. Namanganliklar nimaga vobshe ko'p qiziqish bildiryapti. Ishonib kelayotganingiz uchun rahmat, sizga ham rahmat ishonib kelganingiz uchun aka. Xudo xolasa, Xudo nasibsi bizdan ketdi bo'ldi emas. Yana telefon qilib qanaqadirki maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilavering. Bu joydagi ustozlardan Javlon aka, Asrorga kattakon rahmat, bergan hunariga rozi bo'lsin. Biz ham rozimiz. Joningiz sog' bo'lsin aka. Aka, rahmat ishonib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Inshaalloh. Hammaga olsin.